Qadrdonlar, assalomu alaykum. Au, ayo. Deymizlar, charchamay. Mashina ham gurzo'yib ketyapti. Nima edi? Travertin sepilyapti. Shunga bitta kompressor yetmasdan. Qanni olib keldi. Dardada. Nima edi? To'da. To'dadan. Ya, men turarad tashlab ketaman. Siz kamerani zo'r ushlang aka. Bir tarafdan shu iloji bor. Mirsayt akam nimada qadrdonlar? Aloqada kompressorni arendaga oldik. Nimada? Nimani qo'yadi olib kelyapmiz. Nimaga borib keldik qadrdonlar? Lato gaplashgan. Muammoliroq ekan, ko'chaga sig'ishi. Shunaqa latoda arzonroq beradigan joy bo'lsa aytinglar, men videosini bunday qo'yib o'tib ketaman mashinaga mana chiqib turibdi. Sat tepaga ko'tarib oling. Mirsayt akamni o'g'lini ham duo qilib qo'yinglar, ertaga imtihon ekan. Imtihon bitdik. Imtihon ekan. Qadrdonlar, o'qishga birinchi o'rinda kirib kelsin. Hammamiz bittadan duo qilib qo'yaylik shu Mirsayt akamning o'g'lini. Qaysi o'g'li, katta o'g'li? Ismi nima? Yahyo. Yahyobek duo qilib qo'yinglar qadrdonlar. Yahyobek o'rniga dadasi ma'da ertamandan kechga ishlayapti. Ya, Anjali opam ketdi-yu. Siz yedalab olsiz shartmikan? Ha? Yangi yilga o'zim keldimda, osma. Masala yaxshimi? Maza yaxshi. Qanday? Chotki. Maza yaxshi. Keldingda. Yana qo'ying, xayr mazid qiling. Suymizlar obunachilar like bosib qo'ying. Like bosgan kishining Vajiga. Bu bolalar aziz bo'lganding. Ha? Oilada kelgan bolalar. Uni mahallakamga telefon bitirish kerak, uyga berish kerak deyapti-da. Kecha o'zlariga telefon qildim. Men uxlaganim yo'q, Qo'qondaman. Qo'qonda bozorimda mashina buzilib, bitta mashinani narsani Jahongirga jo'natib, u qoldi. Men keyin manetga mana o'qishga qilsam, bitta joyda tilim qilayotgan ekan, meni ashaga olib bordim, gapirdi-da. Meni bolalarning o'rniga o'zim boribman, ya'ni unga lazim qilganman, yolg'onchi bo'lishni yomon ko'raman deb keldim-da. Qanchalingiz bor? Va'daga vafo. Vafo. Va'dadan chiqamiz. Uyingiz qanday o'lyapti? Zo'r ekan-e? Rahmat. Ha, o'zini ham hamma kutyapti. Shunday chiqib hamma osh qiladi deyapti. Ha. Rahmat sizlarga kutyapti. Ha, bu yerda hamma yaxshi insonlar. Zo'r insonlar, mana bor zo'r inson. Rahmat. Mana endi pilot bo'lganda qo'yardim. Naryani ham qo'yardim. O'tmanda bog'li. Wow. Endi ha, Alloh hamisha hamro'za yana shu kunlarga qatorimizda xato bo'ldi, ikki dunyo sog'lik. Bolalaringga ham elab bosh bo'linglar. Mana shu uylarimizga salomat mashinaga kelib, uylarida chiroyli o'tirib, Allohning ro'zalarini, zakotlarni berishga nasib qilsin. Allohim hammanglar qo'shqari hojiga boringlar. Hech kim besalomjon bo'lmasin sizlar. Uya hojiga borsin, bolalarni qolib qaratib ko'rsin. Qadrdonlar, bochka ma qo'yilyapti, bochka. Xondan bochka, xonga qo'ysa vaqt kelib teshilsa, suv bosadi. Pastga qo'ysa bo'lmaydi. Yer tagida buzlamasdan, tuzlamaga o'xshab chiroyli bo'lib turaveradi. Bu innovatsion g'oya. Katta qurilishlarda shunaqa g'oyalar bo'lyapti. Mana usta kelar ishni o'tsin yoryapti. Traversida, ale, atatendo alla che non voleva farla. Dove go'zali.
Traversiga yaqindan ko'rsatib qo'ying. Baho beraverasizlar, qadrdonlar. O'ta ideal bo'lyapti. Mo chekalarining rangini kraskaga o'zgartirib ko'ramiz. Bir xil Traversiga kelib olyapti. Ben konular üç kere geldi. İyi. Hem de bu hamamda bu taşıyla oyunu istiyor. Başkana gel türlü yaptın. Böyle başkana da bulasın. Haa. Aşağı yapar eken kadır dolla. Bahana bulup çekildi mi? Haa. Belki to'xtab turing. Ketdi. Qani bu sveti? Svet qani? Ha, shuni ahvoli o'rnayapti. Bu xonani shpagilovkasi bo'ldi qadrdonlar. Menimcha, ama gipsa kardon bo'ldi-yu. Indekselar gipsa kardon tovush eshitilmaydi, devor tovush eshitilar. Qanaqa? Devorga yaxshi turibdi-da. Ana shuning o'ta idealniy, krasavchik. Mana откосlar ham olyapti ekan o'zi. Bor oladi. Jigar ham mashina ekan-a? Jigar shu yerda. Sante lukam ham qattiq olyapti. Qadrdonlar. Endi bo'ling. Oleg. Zimsiz? Charchaling? Zimsiz. Oleg. Yaxshimisiz? Anzalmisiz? Anzaldan kelibdi akam hashariga. Uy, men ko'rdik ekan. Ha? Shpagilovka qorong'ida qanaqa ko'ryapti bilmayman, lekin o'ta tiniq bo'lyapti. Devorimiz tekis bo'lib qoldi-yu nimadir. Gipsa kardonda, ancha tip-tiniq bo'lyapti. Chiroyli rang berilsa, xudo xolasa, pataloq bo'lyapti endi. Qadrdonlar, pastiga falyalar bilan gilom olib solsak bo'ldi. Gilomga ham qo'llab-quvvatlab yuboringlar. Nimani narsasi ozgina kamchiligi qoldi, hammomda qolgan narsalari olindi. Xizmatchi do'konga hali nimasini bermadik-ku, pulini endi beramiz. Bugun oldingi videolarda aytib o'tdik, qo'llab-quvvatlab yuborgan bo'lsanglar, kartalarni bir qaraymiz, ajiga. Aka so'rashmadingmi? Allohga shukr, bugun dahsiz bo'ladi. Ha? Dahsiz bo'ladi. Qo'llashadi. Hamma el yurtimiz, o'zbek, hamma qishloqda tez davlat odamlari ham shunaqa katta deb pullarni Alloh uchun ehson qilib otadi. Xudo deb ming qatla shukr. Hamma katta bo'lgan odamlardan joni eson bo'lsin, ishlab ehsonlarni ko'p bil olsun, ehsonlarni. Amin. Allah. Jigarni ham duo qilib qo'yinglar, mana kasal olmay yuribdi. Hozir bittamiz ontanlaganmiz. Sirojin akam qo'rqib qadrdonlar, alahsirab ana qo'yib oldi. Dorilarni yeb qo'ydi, hayot akamlarga yotibdi, qo'llar qilishdi. Duo qilib qo'yinglar, tuzalib qolsin. Ahvol chatoq. Jigar sizdan yukka kiyinib yurmangda. Bizga yo'q qolmabsiz endi-a? Loyin Endi qadrdonlar, hashari kelaverasizlar. Mo yerlarni bir qator nima qilib yuborib, tashlab o'tishimiz kerak. Shovqinda eshitilmayapti, shovqinda. Mana bu latoy 12 metr ekan. Qayer? Metr 100 ming so'mdan 1 million 200 ming bo'lar ekan. Latoy ko'rib keldik. Bitta problemasi bor ekan. Mashinasini gazi yo'q ekan, avtomobil xizmat beradigan mashinani. Shunaqa latoy
chiqaradigan joylar bilsanglar aytinglar. Yoki shu latochka mexda qo'shaman, shu 1 million 200 mingni videolarda aytinglar. Sovuqda beton qo'shasan bo'lmayapti. Shuning uchun tayyor latoch qo'ysak, ham puxta ekan, ichida sima armaturasi bor. Bunday qo'yib turib, yoniga beton quyaveraveramiz. Shunga qo'llab yuboringlar. Bizlar u palon joyda palon anaqasidan ko'rib keldik. Orada emas edi. Ikkinchi bo'lyapti finalga. Qadrdonlar. Zo'r bo'ladi, xudo xohlasa, aytadan zo'r bo'ladi. Qaragan. O'ta mas bochkani ishicha qo'lib yushavering aka. Ketmas. Ketaginlar. Hadi. Telefonlar o'tirib ketadi. Berik ketsa bo'lmaydi. Ko'rish tomon. Jonli ko'chalar bo'ladi, qadrdonlar. 5 ta qator turib, 3 tadan aytib boradi. Madam zo'r yurtga tushiradi odamlar. O odam kelyapti, o chaqadi odamlarni. Qilish kerak, tezroq bitirish kerak. Bitirish kerak. Hamma uyda o'tiradi yangi yilda emas. Oyoq qo'lini uzatib, choyni ichib, lak boziydi. Buncha suv bilan qayerga olamiz? Sekin surish kerak-da. Yo, nima? Opa jigarni ko'rgan kesdatina. Men jigarni emas, hammani ko'rgan ekan. Yashay. Qutlug'ingga quruq kelma, ana non olib keldim. Sizlar. Qandaningiz sog' bo'lsin. Shuningizga 5 ketaman-da gapingiz. Hozir so'rayapsiz. Yo'q, hozir bunga vaqt yo'q. Hozir Sobere? Hozircha hali. O, sizlar ko'ryapsiz. Yo'q, hali. Aslida o'yaqa odam chaqirdi. Hali, hozir. Ey. Hali. Apparati bilan yuratdi, bu yerda bayvoy turadi. Men aytyapman-da. Mana uni mana aytsam deb qiqish kerak. bular ko'chirib yuboradi. Yo'q, ko'chirmang. U ko'chsa mana qo'rog'ida qayga kirsa nechta bo'ladi bilganman, ko'chirmang. Bir yil qaralasiz, tekis bo'ladi. Boshqa ko'chirmang. U ko'chiradi mana u. Yana haliga. Qaralasiz. Mana uni, uni. Mana uni ham qayda qaralasiz kerak. Mana uni ham kerak yo'q. Uni ham qaralasiz. Buni ko'chirsak mana u yer ko'chib qayga Lato ko'rib kelyapti. Ashinga latoyis kelsa yarim kilo ketadi. Qilmang. Qayda aralayman dedi onu bola. Ha, talab turib qilamiz. Yer ketadi qayda. Ha? Nima edi? Shu traverti qilayotgan akalarimiz ham duo qilib qo'yinglar, qadrdonlar. Nomerlarni travertichilar ular. Xo'p, nomer kerak bo'lsa, mana shu yozib ketaman. Yozib so'raymikin? Ha? So'rayman. 88. Ha, ayting. Traverti. O'zi bitgandan keyin bir baho berasizlar. 260, 260 1444. 1444. Qo'qon, Farg'ona qayerda bo'lsa ham Bo'lsa yana bittasi. Yana bitta, ayting. ha, 413 97. 3008. 3008 413 97 ekan. Ha, Demak, aloqaga chiqaveringlar. Travertin bo'yicha nomer deydi. Ayting. 413 3008 Asrorjon degan yigit. Qo'li gul bola. Astedil bo'ylar shu bolaga xizmatdan foydalanib qo'ylar. Qo'li bo'shamaydi omoni. Uncha gap. Telefonlashib vaziyatga qarab qilib beradi. Zakonni qilib beradi. Qolagan kunlaringda har xil atachen to'g'ri bir xil har xil usullarni biladi. Bunday qilib turing, gapirar ekan. Bunday telefonni nariyoqqa qo'yib turing. So'ylang deng. Söyle. Ishi bor ekan-da. Boljon o'rtog'im ham yaxshi. Qo'li gul, Chiqmaydi, men ushlab 260, turaman. 14, 44. Gapiring, 88lik. Murojaat qilaverasizlar, Twitterni turli tuman fasonlarda qilib berishadi. Vaqtlariga qarab telefonlashib aloqaga chiqasizlar. Vaqtlariga Endi qattiqroq gapiring. qilib berishadi. Motor yo'q. Like bosib qo'ying. Layklarni bosib, shu Rustamjonni qo'llab turinglar, mana bu yerda ukaxonlar xizmatda zo'r qilib Twitterlar qilib beryapti. Bo'ldi.
Endi ana, ona qilishyapti. Attor mana. Qani. Qadrdonlar, jicha. Bitta ko'rsatib ber. Mana hali silanmagan holati. Bir xilda sepilgani qaranglar mana. Ancha-munchasi buni bir xilda sepa olmaydi-da. Mana mashakam sepadi. Nomerni aytib yuboring aka. Nomerimiz yo'q. Yo'q, aytib yuboring. 94 855 0034. Travertin bo'yicha bemalol telefon qilaverasizlar, mana отделка ishlar bo'yicha. Men silayotgan akaga baho berib qo'ylaman, bir xildaligiga mana. Vohe degani mana. Ashnaqa qadrdonlar nomeraning ustalar ishlayapti. So'z hamma sohada nomeraning ustalar. Nomeraning. Mo ish boshqaruvchini ham nomeradini kelgan ayollarni nimasi? Nomeradini. Mana dadini o'tiribdi mana. Mana hofizlar nomeradini. Rahmat. Men noyni tashab qo'yarlar-a? Sizlarga ham? Ha? Sizlar boruvdim. Osh qilib turasiz. Balaxonada. Ha? Balaxonada oshni yeb kelaveradi. Ha. Tanjaring sog' bo'lsin. Sog' bo'ling. Sovuqda video yoqib bo'lmayapti. Svet tushirmasa bo'lmaydi. Travertin sepilyapti mana chiroyli qilib. Ko'rga boramiz. Burishkaga yaqo'rimiz. Yana olib kelaman. Tashqarilarga olib chiqaveramiz. Tashqarilarga ham svet tushirmasa travertinni bugun tugatib yuboraylik deyilyapti. Videolar uncha nima qila olmayapti sovuqda. Tash kartalarga befarq bo'lmasdan qo'llab-quvvatlab turinglar qadrdonlar. Ozgina qoldi. Shu jicha chiqimli joylarimiz qolyapti qadrdonlar. Ozgina qo'llab turinglar. Ishlaygan abjida o'ta qattiq ketyapti. Qorong'ida ko'rinmayapti. Shom bo'lib qoldi. O ayvon ishlarimda egisiga bo'ldi. Nima oldi? Borib kelamizmi? Ketordingmi bo'lmasa? Yo'q, asfaltga yo'qolgan borishi. Ha. Bo'lmasa birga borib kelaveraylik, ha? Ha, bo'ldi. Ketdi Asror aka. Uni qo'yib qo'ying bo'ldi. Ha? Travertin yetmay qoldi, to'rt qop. Omi kabel qo'yib oladi ular. Patronga. O devorga ilib qo'yganman kabel. Ha. Mana ham lapchiga bo'lsa bo'lsa kerak-ku, ha? Menga. Travertin yetmay qoldi. Qadamdir Shexdan travertin olib kelamiz. To'rt qop. Konteynerlarga bo'laveradi. Bu yonib turadi-ku. Yonmayapti deyapti. Xira ko'rinyapti qadrdonlar qorong'ida. Bunday qilib qo'ysam qanaqa ko'rinarkin bilmayman. Voy, so'nboy, mana yoqqa tort, Sobjon. Mana qadrdonlar travertin. Go'zal chiqayotgan bo'lsa go'zal deb yozib qo'yinglar. O'ta go'zal lekin ko'rinishdan. Mana. Krasavchik yo'layapti. Mana, uzoqdan qaranglar mana. Ha, mana svet bor ekan-ku. Mana. Qo'y yaqin o'tira olmaydi. Jigar bo'ldi, jigar. Jigar bo'ldi. Ma qo'y bir narsa bostirib qo'ying. Jigar bitta gapirib qo'ying. Lakladim. Boshinglar mana zo'r bo'ldi, asal bo'ldi. Uy zo'r bo'ldi, sifatli uylar bo'ldi. Mana. O'qmalaka. Mana qo'ying. Yo'lasa. Patologimiz ham giya. Onu söyleyip qo'yib turing, hozir ham chiqib kelaman. Bu yonmasa kerak bu. Yamchasi yutdi, hozir keldim. Ha, bo'pti.
Bu yoqda santenilar ham qattiq olyapti. Qadrdonlar, duo qilib qo'yinglar mana. Kech bo'lishiga qaramasdan bu nimani o'rnatamiz harakat qilishyapti shekilli, tushunmayapman endi hozir. Ha. O'xshamay qolganlarni o'xshatishyapti. Hali videoda aytdim, manaqa topa olmay qolamiz deb. Ha, u o'rnini chizib ketishgan, hijolatchilik yo'q mana. Ketdingmi? Ha. Devorlar krasavchik, talasavchik. Qonani bitta ko'rsatib ber. Mog'orani shpaklopkasi bo'ldi mana xudo xolasi. Haligi gipsakardonimiz bordi, ishlatish olmadimi-ki? Qaysi? Razmer yozilgan. O, nari tomonda bormi? Voy, mo yopishib qolibdi. Yo'q. Ishlatish bordimi-ki? Nari xonada emasmi? Men uni yozib, ana qilib qo'ydim. Rasmga olmagan ekanman. Mashaq iltimos o'tib oladi. Voy, mana gipsakardon qani tog'am? Ha? Ha, o'tki, dono o'tdi bura. Hali yozuvdim-ku. Yo'q, katta edi-da u. Voy. Gilomlarni razmerini yozib qo'ydim-ku. Yo'q, uni ishlatamiz deyapti, men rasmga olmabman dashib aytdi. Qadrdonlar, nima qilaverasizlar endi shu gilom bu narsalarga harakat qilaveramiz. Keyin Xozmadan qarzimiz bor. Keyin nima? Ertaga olinadigan narsalarimiz bor. Shular uchun qo'llab turinglar. Xudo xolasa ishlarimiz tezlashib ketyapti. Qadrdonlar, travertin olib keldik. 3 kop. Va 4 kopniki. İşler öcüde. Öcüge chiqyapti. Ayollar erkak yamashidi. Qadrdonlar, mana bitta mana olaman, endi mana qoldi. Xudo xolasa 31ga final. Hali final belgilamadik. Endi da 31ga qoldi. Bo'ldi, mana bu qaniyatda. Bo'ldi. Xonani azab kuchli ekan. Xonamga zo'rdan o'tirdilar. Ha, gaz bo'lyapti, deyapti. Unutmayaptilar bizni. Operatorga o'xshab ketyapti. Yana bas. Mana endi gapiraylik. Qadrdonlar, mana men aytam gipsakardon qilingan, yapishdi mana. Olgan joylarga uraverasizlar, bo'sh joy yo'q. Tekis qilib travertin sepib yuboriladi bega ham. Mana shu jigarimiz nima? Ota Sohibjonga ham Alloh rozi bo'lsin. Zo'r bo'ldi. Hojiga borsin. Mana shu yerda pimmi ishda yong'inlarda, Like bosib qo'yinglar, mana shu oz kun qoldi. Dalda bo'lib turinglar. Bugun travertin tugab ketyapti. Hoji aka, bunga ana qilamizmi, qo'ymizmi? Like. Qurib qolsin endi. Qursa keyin qilinadi. Final kuni shuka versiya bo'ladi. Xudo xolasa. Like qilinsa yetillar men o'z mashqimda ham. O'zi zo'r. Chakana olmayapti-yu. Qurilmasa valik ilashib ketadi-da. Ha, yo'q, ertagami, indingami, bir oy vaqtimiz bor-ku. Mana shu nimaga hech anaqa homiy chiqmadi, qadrdonlar. Bu menga aytyapti deb o'ylamanglar, sizga aytyapman, iminni aka, menga 3 ta disp olish kerak. Bir 800 mingmi, 1 millioncha bo'lar ekan. Shu dispni qo'yib qo'ysak, sal yaxshi bo'lardi. Kraska prasiya qilib qo'yamiz. Va betonimiz endi hali qishda qo'yilgani uchun sirli bir anaqa chiqmaganda, shunday yurib yuborilgan. Bidir hali ham hozir. Kamchiligingiz bormi, jigar? Yo'q.
Yo'q ekan kamchilik. Buniki yo'q. Charchoq bor-da. Mazza. Mazza ishladim bo'ldi, shu xolos. Like haqida bir narsa devoring, abs videoga like bosishmabdi. Katta laklarni qaranglar. Hamma o'zbekistonlarimiz, butun Rossiya, hamma davlatimiz, hammasini laklarni Ana. bosadi. Duoni qilichini zo'rini aytyapti. Butun Qilichi yetadi. Qopladi, qarang. Portatinglar like, bosib tashlanglar, yaxshi like. Keyin bugun mana qo'shnini katta bir tut beragini kesib qadrdonlar. Nimaga berib qo'yganmiz? Pilaramaga. Rekamiz bor. Pasta rekamiz bor. Filtrimiz bor. Ertaga navbatdan bo'larman, xudo xolasa. Faqat sizlarga birodar kelib tualetdan qilib bir akamiz eshikka putatini oldi. Akamiz qayt keldi, eshikka putatni oldi. Eshikni qo'yamiz, xudo xolasa. Qadrdonlar, endi to'lqa qo'llab-quvvatlab turinglar. Faqat kamchiligimiz mablag'dan qolyapti. Shu olinadigan narsalarni olishimiz kerak. Bu uyimizda hech nima yo'q, qadrdonlar. Haligi eski tukunisini olib kiraylikmi degan narsani o'ylash hojati ham yo'q. Biz davni uyni buzib yahib yuborganmiz. Oshchi o'z ishlatiladigan narsasi yo'q edi, bilasizlar, videolarda ko'rgansizlar. Shuning uchun bu uylarni to'ldirishimiz kerak endi. Nindayroq qilib bo'lsa ham to'ldirish uchun ham mablag'imiz yo'q. Hozir mashturishda ham Qo'zmaydan qarz olib turibmiz, qadrdonlar. Qo'llab-quvvatlab, abidki videoda rosa gapirdim, qo'llab-quvvatlanglar. Shunaqa kamchiliklarni aytib o'tdim. Lekin kattamiz ping'illashdi, ping'illamayapti ham. Shuning uchun qo'llab turinglar, qadrdonlar, bekardan-beka gapirilmayapti bu gaplar. Ozgina. Ishimiz tezlashib ketib qoldi, xudo xolasa. Shu Hoji akamizni, Asror akamizni, bu akamizni traverting qilayotganlar, jigarni, opamizni guvoh qo'yinglar. Mana kechasi bo'lishiga qaramasdan, bu ustun ham nimadir bo'lib ketdimi? Shu gap qo'yilibdi. Ustun ham krasavchiga o'tdi, qadrdonlar. Qilich. Pulusti shunday atrofiga bitta gazon qatirildi-da, nima qilindi? Endi ona pataloyda ona burchakni yaniqlarni chashaganlarni olib kelib yopishtirib qo'ysak bo'ldi. Tini bo'lib qoladi. Qorasidan. Ne ajrab turadi yonida. Ashini kilesi ham bir donasi 35 ming ekanda. Hozir fonni yopishtirib chiqish uchun 3-4 ta kilo ketadi. Ashinga ham nima qila olmay qoldik-da, degan qadrdonlar. Qo'llab turinglar. Ozgina qoldi, qolganini qilamiz. Bitta bor. Tayyor, bitta haqariydi. Nima u haqi? Aytgan yechi. O nimaga kalni yopishtirib yuboramizmi endi? Ha? Tepagami? Pastiga. Kechiring. Karnizmi? Ana plastikniki bor-ku. Pök. Kechiring. Plasmasda. Nima tushundingiz? Aqa. Anaqa Sohaga pökkanimizni baquvvati bor-ku, siz ashundan bo'laveradi. Sohaga bo'ldi. Ne? Ertaga ekan. Mana shu karnizi ham 4 metr, 8 metr, yo 9 metr. 13 metr. 13 metr. 23 30 metrcha o'pshi. 30 metrcha shunaqa karniz ketar ekan. Kimdir olib beraman desa aloqaga chiqinglar, qadrdonlar, ona patalolar chekasini aylantirib o'rgan bir qator. Ahna qilmasak bo'lmayapti. Kimdir demasak bo'lmayapti. Kimdir bu boshqasi demang. Siz ko'ryapsiz, bekardan aka ko'rmayapsiz mana shu videoda. Mana shu sizga mana shu ehson qilish nasib qilyapti. Mana shu karnizni olib berish. Shu videoda boshida ichkarida kamchiliklarni aytganman. Ashlarni ham o'ylab ko'ringlar, xudo xolasa. Qo'l tilimizni ham nima qilamiz ekan bilmayman. Kafel yopishtirib yuboramiz sekinligini. Qadrdonlar, bunday chiroyli Passatga chiroyli bir anaqa bo'lmasa bo'lmaydi, ha? Latoga ham hal olmayapti.
Latoga mablag' o'tsa qo'yaramiz degan bo'lmayapti. chiqmaydi ekan. Qarang ko'zi tovlanib turadi. Ha? 15 dan, ha? Hadi, nima 15 bo'ladi? İçi ham oq, ha? Aslında katta ko'rinadi. Mas'ulni olib ko'ramizmi kerak? Yumurta bo'ladi, yumurtalarni naturalchi. Ha, o'sha naturalchidan bo'lyapti. Qadrdonlar, nima bo'lib ketyapti? Shovqin bo'lib. Sog' bo'lib turinglar, salomat bo'linglar. Xudo xohlasa ertangi videolar ko'rishguncha sizlar nihoyatda ehtiyot qilinglar. Bosh unutmanglar. Qandoshlaringlarni, oshnanglar, gruppalaringizda tarqatib qo'yinglar mana shu videoni. Mastirayotganni ikkinchi bosda Telegram chiqadi. Telegramga bitta kirib, hammani belgilab tashlaylar. Va qarg'ashib videolar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.